Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun 1-fevral 2026-yil. Xudo xohlasa bahor oyiga ham yana 28 kun qoldi. Hop, Gazablok seximizda mana gazobzor qilishda davom etyapmiz. Gazablok kanallarimizga bu yukimiz Xudo xohlasa Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Zarkent qishlog'iga 16 ming so'mdan yetkazib beryapmiz. Yangiqo'rg'on Zarkentga Xudo xohlasa mijozimiz aytdilar. Shularga 1000 ta toshib beryapmiz. 20 ga 30-60 bo'lgan gazobloklar ajoyib holatda. Chiroyli bo'lgan holatdagisi 550 markada semenda quyilgan. Hammasi bir xilda. Har bittasiga 9 kilo 100 dan semen bor. Shu doimgidek bir xil qo'shiladi. Gazobloklarimizni vazni 21 kilo plus. Gazobloklarimiz o'lchamlari 20 ga 30-60. Har xil o'lchamda tayyorlab bera olamiz. 25 ga 30-60, 27 ga 30-60. Hop, 10 ga 30-60, 12 ga 30-60, 15 ga 30-60, 24 ga 30-60 xil tayyorlab bera olamiz. Har xil razmerda, faqat narxlarni kelishilgan holatda bo'ladi. 550 yasin 550 markadagi semen ishlatamiz. Xudo xohlasa mana quyilgan gazobloklar. Ularda sho'rsh qazmaydi. Yasin 550 markasi sho'rsh qazmaydi. Yaxshi semenligi uchun shuni ishlatamiz. Kimga gazoblok kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, eski 90-avtobaza. Hop, ichida Mo'ljal tuman gaz, To'raqo'rg'on tuman gaz filiali bilan yonma-yon. Quyosh ham zo'r chiqdi. Maza qilib ishlaydigan havo bo'lyapti. Mana shu halol mehnatimizga bitta layk bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ysanglar, hammalardan minnatdor bo'ladi. Kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.